Blefaroplastika amaliyoti ketma-ketligi qay tartibda bo'ladi? Birinchi bo'lib har doim amaliyot chizish etapidan boshlanadi. Har doim ikkala ko'zni bir xil qilib chizib olishdan boshlaymiz va keyingi etapga o'tamiz. Azizlar, operatsiyamizning ikkinchi bosqichi anesteziya bosqichi. Maxsus mayda soch tolasidan ham ingichka nina yordamida qovoqlarimizni orslantirib olamiz. Azizlar, operatsiyamizning uchinchi bosqichi o'zi jarrohlik amaliyotini o'tkazish bosqichi. Biz hozir endi chiroyli natija qilishni boshlaymiz va albatta sizlar bilan ulashamiz natijalarni. Kuzatib boring. Navbatdagi bosqichimiz bu tikish bosqichi, ya'ni agar Singapur amaliyoti bo'lsa, shu maxsus choklar yordamida yengildan skladka yasab beramiz hamda terilarni bir-biriga yaqinlashtirib kosmetik choklarni qo'yib beramiz va keyingi etapda bemalol natijamizni ko'rib baholasanglar bo'ladi. Aziz, navbatdagi etapimiz o'sha natija, marhamat natijamizni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bemorga yengildan simmetrik skladkalar yasab berishga harakat qildik. Ko'zlarda yog'lar defitsitligi bor edi. O'shandan inobatga olib, avvalgi formaga olib kelib berdik, tashqi burchaklarni ko'tardik. Bu boshlang'ich natijamiz anesteziyaga ketib, yana ham shahlo ko'zda bo'ladi va oxirgi etapimizda maxsus turetskiy havo o'tkazuvchi striplar yordamida jarohatimizni yopib beramiz. Hammanglarni qabulimizni kutib qolamiz. Sizlar bilan doktor Sardor Jo'rayev.